Keling, bu videoni ochamiz. Agar men o'lsam, xotinim Shen Jishiga men bilan bog'liq hamma narsani aytmanglar. U men qilgan ishlar haqida bilishni xohlamayman. Yodda tuting, yotoqxonadagi narsalarni tozalang. U hech narsadan shubhalanmasligi kerak. Men mukammal er bo'lmaganman. Agar men o'lsam, meni kechirishni so'ranglar. Iltimos qilaman. Meni kechirishni so'ranglar. Hayotim, bu video nima haqida gapiryapti? Uni kimga qoldirgan? U yomon ish qilgan. Bu shundoqqina ko'rinib turibdi. Uni yashiradigan narsasi borligi aniq. Oddiy odam bunday videoni yozmaydi. Yo'q, unday emas. Erim hech qachon yomon ish qilmaydi. Siz hali ham bu yerda boshqa gap borligini tushunmadingizmi? Shen xonim, eringiz aniq sizdan nimanidir yashiryapti, shubhasiz. Lekin bu yomon odam degani emas. Ammo lekin yotoqxonadagi narsalar haqida nimadir deganini payqadingizmi? Aslida bu ko'rsatib bo'lmaydigan nimadir bo'lishi mumkin. Jancheng ko'rsata olmaydigan nimasi bo'lishi mumkin. Aziz teletomoshabinlar, Shen xonimning eri haqidagi haqiqatni oshkor qilganimizda biz bilan qoling. Shen xonim, yotoqxonani ko'zdan kechirishga ruxsat berasizmi?